Men qarang qachon chiqib ketasiz? Tushunmadim. Endi meni tushunmadingiz, 3 xonali uyda tiqilib qoldik. Bolalar katta bo'lyapti, ayollarimiz bir-biri bilan chiqishmayapti. Sardor o'zingmisan? Tanimayman seni ukam. Kimni tanimaysiz? Jinnini yoqmang, kattamisiz, katta bo'lib chiqib keting. Yo, jinnini yoqmayapman. Hozir sharoitim yo'q bilasan. Undan keyin Nima keyin? Bilaman nima demoqchiligingizni. Qilib bergan ishlaringizni minnat qilmoqchimisiz? Uni qilib berdim, buni qilib berdim deb. nima demoqchi emas edim. Men seni tushundim ukam. Bugundan harakatimni boshlayman. To'xtang, mashinamda ham narsangiz qolib ketgan ekan. O'shani ham olib berib yuboring. Nima bu? Shahar markazidan 4 xonali uy. Uy? Uy aka, meni o'qitganingiz, mashina olib berganingiz, ish bilan ta'minlab qo'yganingiz, xullas shu kungacha qilgan hamma yaxshiligingizni mevasi bu aka. Amazgi shuni to'g'ri bersang bo'lmasmidi? Sovg'a sal qizuvroq bo'lsin dedim-da. Katta bo'lib qolibsan ukam. Rahmat. Sizni yaxshi ko'raman aka.